Kir mashinamizni mana olib ketamiz, xudo xolasa. Olib kelamiz shu bugun nasib. Kir mashinamizni olib keldik. Hozir buni yechib, chochib, obzor qilib beramiz. Mashinamizni yechib, chochib olamiz. Bitta ko'rsatib beramiz. Mana orqa taraflari. Yechib oldik, baklarimizni ham mana ochib ko'ramiz. Mana hali ochganimiz, birinchi ochishimiz. Mana ichlari. Kesgan ekan. Mana ko'rdinglar mana u anaqani singanidan dalolat. Mana ko'rasizlar, qo'limni oldi. O'shancha ozgincha taqilladimi bo'ldi. Ovoz chiqdimi, quritayotgan payt, aynan quritayotgan payt ovoz chiqqanda mashinani ishlatishni to'xtatinglar. Shunda plyularni ekonom qilasizlar, mashinanglarni ishlashini, alaykum assalom. Mashinanglarni ishlashini umrini uzoq qilasizlar. O'targan bo'lsanglar mana. Mana yirtib olgan. Mana qo'lim yog'ni ko'rdim. Mana ko'rasizlar. Yirtilib ketgan. Mana ichlarini ko'ryapsizlar. Arabanimizni kirligi, mana chirkliklari, mana oldi qismlari. Mana shuni hozir tozalab ko'rsatib beramiz. Ozgincha tozalab oldik. Bu birinchi tozalashimiz. Yana tozalaymiz hali. Mana kesilgan joylari mana. Hali bularni qilmadik. Bitta tozalab endi qilamiz. Mana buni ham kesilib ketgan joylari. Mana. Buni ximikat bilan bitta tozalab olamiz. Hozir shundan oddiy suvga bitta yuvib oldik. Bakimiz tayyor bo'ldi. O'zini yirtilgan joylarini to'qidik. To'qib, ustini germitladik. Xudo xolasa suv quyib yormaydi. Mashinamiz tayyor. Mana tekshiruvga qo'ydik. Mana 15 minutlik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Mana yig'ib tayyor qildik. Endi xudo xolasa uyiga egasiga olib borib topshirib, yana o'tgan bir tekshirib beramiz.